55-60 kilo atrofida bo'lgan qo'zi qo'chqonlarni ham sizlarga ko'rsatish uchun tashqariga olib chiqdik. Chunki qo'rida bari yaxshi ko'rinmaydi. Kilosi yengilroqlar. Mana chaqqonligini qaranglar. Bechoralar yayravotdi, bor-ku. Yayravotdi Belijon. Mana maza qilishyapti yugurib. Haligi kechagina bir Samarqandlik muxlisimiz o'shani mo'ltilab turgan qo'chqorni videosini olib tashlab bering degandi. Mana menning yunglari to'kilib ketayotgani bor-ku. Mana shunda kim meni olar ekan degan. Lekin tegidagi yungiga e'tibor bersanglar, o'ta chiroyli o'sib chiqadi. Qo'chqorimiz qolgan. Qani. Mana. Bir-biridan go'zal qo'zi qo'chqonlarimiz.